Men o'sha belimda girijalar bor, keyin yana nimalar. Yemang-yeyman. Men shu bo'ynim, boshim og'rib, Sizda nimalar farq kuchli bo'lyapti? og'riq bilan kelganman. Qo'shimcha suyak tayyorlash, yemang-yeyman, onkologiyasi bordi, unisini davolari xudo xolasa. Kelgan holatimdan ancha yaxshiman. Xudoga Allohga behisob shukr. Xalqqa bundan ham ko'proq foydalanasiz teksan. Nimaga o'z havas ko'rgan bo'lsangizlar, shu o'z havasliklar, katta klinikalar ochinglar. Qarang, necha yildan beri miyoma kista chiqardi? 3 yildan beri. Ukol dori, amaliy chinalarni qilib davolanganman, lekin ketgani yo'q edi. Qancha vaqt ichdingizmi yozib bergan narsani? 20 kun. Mana bu opamiz Navoiy viloyatidan kelgan, Zarafshonmida. Navoiy shahari Navoiy o'zida. shahri. Sizda nimalar bezovta qilib keldi? Men shu bo'ynim, boshim og'rib, yelkalarim og'irlashib, 3-kun sizda nimalar farq kuchli bo'lyapti? og'riq bilan kelganman. Men o'sha belimda girijalar bor, keyin yana nimadir bor ekan. Yemang-yeyman. Bugun 3-kun qarang, o'zingizda bo'layotgan holat, misol kechqurunlari uyqu, harakatlar nima farq bo'lyapti kelgan kuningiz bilan? Kelgan kunim kuchli og'riq bilan keldim. Keyin ikkinchi kunga kechqurunga juda kuchli og'riq bo'ldi. Keyin yordam qilibdi. Keyin ikkinchi kunga lichinani, yaxshi lichina bo'lgandan keyin mana 3-kun bu kecha yaxshi. Qo'zg'alanishlardan o'tyapsiz xullas. Shunaqa bir yaxshi bo'lib, bir og'irlashib. Bu yerda kimdan eshitib keldingiz? Bu yerda o'zi men 21-yil Oqdaryoga davolangandim. 2 yil ketma-ket borib davolandim. Bitta oyog'im yurib, oqsab boruvdim Oqdaryoga. O'zim davoladim endi. Unda o'sha yerga davolandim. Keyin o'shandan keyin yana 25-yil og'rib boshlanaverdi. Boraman deb yurdim, keyin yangi yil o'tsin dedim. Keyin telefon qildim. Telefon qilsam, "Bo'p kelganman" dedilar. "Xohlang Oqdaryoga borib davolaning, xohlang bu yerga keling, o'zingiz xohishingiz" dedilar. Keyin o'zingiz qayerda bo'lsangiz, o'sha yerga borib davolanaman, sizdan shifo ko'ruvdim deb shu yoqqa kelganman. Allohga shukr, ancha yaxshiman hozir. Xullas, sizni 10 kundan keyin yana bitta video olamiz. Mana ovsinlar bilan kelgan, ovsinni ham o'sha 21-yil lichina qilib bergandik. Mana bu opamiz, bugun sizga nechanchi kun opa? 5-kun. Bugun 5-kun. O'zingizda bo'layotgan holatlar, nima shikoyatlar bilan kelgandingiz? Qo'llarimda og'riq va belimda og'riq. Belda og'rig'ida sizni bu yerga kim yubordi? Bu yerda ovsirim yotadilar, o'sha kishi bilan keladi. Qarang, sizda hozir belda, bo'yinda grija, protruziyalar bor, keyin yemang-yemangiz ham bor. Sizda hozir bugun nechanchi kun? 5-kun. 5-kun, xudo xolasa bugundan boshlab yengillanishga o'tadi. Kelganingizdan beri o'zingizda qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti? Ancha yengillik his qilganman, og'riqlar ketgan. Og'riqlar ketgan. Bu yerga yotishdan oldin menga bir 20 kun oldin keluvdi, shunaqami? Kelganingizda nimalar bo'ldi? Ovsiningiz ketdi, qaytib keldingiz mana siz ikkinchi lichinaga, to'g'rimi? Birinchisiga. 20 kun oldin kelganingizda men sizga yemang-yemangizga giyoh yozib bergandim. Onkologik kasallikka. Men so'ramaganman, sizda yana qo'shimcha miyoma kistalar bor edi, shundaymi? Bor edi. Mana kelib turib, lichinani boshlashdan oldin sizni o'zing qildik. Nimalar bo'ldi? O'sha narsani o'zingiz aytib bering. O'zida tushganimga miyoma kista yo'q dedi. Dorilarni ichganimga. Qarang, necha yildan beri miyoma kista chiqardi? 3 yildan beri. Bironta lichina olganmidingiz? Ukol dori, amaliy chinalarni qilib davolanganman, lekin ketgani yo'q edi. Qancha vaqt ichdingizmi yozib bergan narsani? 20 kundan oshdi. 20 kundan oshdi. Hozir tagida kichkina bir hosilasi bo'lsa ham bormikan? Yo, butunlay so'rilib toza bo'ldi. Butunlay so'rilib bo'lgan. Hech nima yo'q dedilar-da, o'ziga aytganimga. Kista bordi deganimga qayta ko'rdilar, hech nima yo'q dedilar. Yozib beriladigan narsalar bir nima bekorga shunchaki narsalar emasmikan? Yo'q. Siz qanaqadir ichgan narsangizni aptekadan yoki bo'lmasa qanday sintetik manba ximikat narsa yozib berdimmi yo tabiiy narsa yozib berdimmi? Tabiiy giyohlardan yaxshi. Mana shu klinika haqida boshqalarga bemalol tavsiya qila olasizmi? Bemalol kelinglar, davolaninglar, ikkilamchi kasalliklar ham ketadi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bunga o'xshash bemorlarimiz ko'p, faqatgina videolar olishga vaqtlarimiz bo'lmayapti. Xullas, pastdagi raqamlarga telefon qilib, o'zlaringizga bemalol joy tayin qilib, kelib yotishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, bizani kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum.
hurmatli kuzatuvchilar, mana bu xolamiz bugun Navoiy viloyatidan kelgandi. Bugun 12 kun to'liq lechinalarni olib uyiga javob beryapmiz. Mana bu kishi xo'jayini olib ketishga kelgan. Olib kelgan kuningiz bilan hozir ketadigandan kunda nima farqi bor shu xolamni? Mana misol 12 kun O'zgarishi o'sha yaxshi bo'lgandan keyin chehrasi ham yaxshi bo'ladi. nega kelguncha bo'lgan holat misol mana Lekin kelguncha uzog'i eng ko'p 3 yildan oshib 4 yil bo'ldi. Birinchi marta davo qilib bergan. Ha, 21-yilda. 21-yil davolab berganman. Bu yilda 5 ta girishchasi, birontasida og'riq, girishchasi qolmagan. Girishchalar butunlay so'rilgan, faqatgina belda lardoz qismini kuchliroq lardozga qiyshayib ketganligi uchun og'riqlar bilan kelgan. Qo'shimcha kasalliklari, yurakda og'riq bor edi. Qo'shimcha suyakda yallig'lanish, gemangiyoma, onkologiyasi bor edi. Unisini davolari xudo xolasa. Yana nima muammolaringiz bordi? O'zingiz ham aytib bering. Ha, ikki og'iz gapirsa yig'lashni boshlamaysiz ham. Kelgan holatimdan ancha yaxshiman. Xudoga Allohga beso'z shukr. Sizlar tufayli hammasi. O'zi xayrlash. Qolgan. Xayrlashga kiruvda boshqa videolarda o'zingiz tushib qoldingiz. Qarang, o'ziga o'xshagan bemorlarga bemalol tavsiya qila olasizmi? Shuncha joydan sarson bo'lib kelganidan, Navoiydan Buxoroga kelganingizga arziydimi, arzimaydimi? Albatta arziydi. Necha kun ochilib kutdingiz joy bo'shashiga? 17dan 28ga keldim. 10 kun, 11 11 kun kutdingiz. 11 kun. Ha, shu kutganga yarashamkan. Qarang, birorta kamchiliklar bo'ldimi, muammolar yo qanaqadir? Kamchilik yo'q, hammasi yaxshi. Hozir eng katta o'zingizni qiynab turgan muammolardan birortasi hal bo'ldimi? Gematoma bor. Gemangiyoma. Gemangiyoma bor edi. Shuni 5 kun bu yerda yotib, borib, sizlar yordamlaringiz bilan Qarang, bundan oldingi tomografiyalaringiz ham bo'lgan, gemangiyomangiz. bilmagan bo'lsa kerak. Shoshilinchga borib, smetlar operatsiya qildirib kelgandan keyin Og'riqli bo'ldimi shu gemangiyomani aniq qilish? Og'riq sezganim yo'q, Sezmadingiz a? o'shandan keyin ozgina yuragim bezovtalandi. Ha, yuragingizni o'zi farq Narogim bordi. bor uchun yuragimga bezovtalik bo'ldi, lekin bu yerda yurak doktor ham bor ekan, yaxshi yordam berdilar ekan. Bemalol sizni ko'rib turganlarga tavsiya qila olasan. Qila olaman 100%. Kelsinlar, davolansinlar. Natijasi juda ham yaxshi. Endi qachon kelasiz? 2 oydan keyin. 2 oydan keyin kelasiz. Tog'sa tog' bilan bitta xonaga chiroyli yangi joylarda kutib olamiz. Sog'lig'ingiz omon bo'lsin. Sog'lig'ingiz- Chiroyli omad qiling. ilohim amin. Sog'lik, tinchlik bo'lsin. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Mana shuncha yo'ldan shifo izlab keldik. Davolanib ketyapmiz. Xudoga ming qatla shukr, sizlar ham sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bundan ham martabalarimiz ulug' bo'lsin. Xalqqa bundan ham ko'proq foydalarimiz tegsin. Nimaga o'z havas ko'rgan bo'lsangizlar, shu o'z havasliklar, katta klinikalar ochinglar. Shu xalq sizlardan ko'rib davolanib shifo topsinlar. Alloh aytsin.